Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 8-oyning 3-kuni seshanba. Hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Bu yıl 11. ayının 13. günüdün 14. günügacha Çexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining vakilligi uchun nomzod qabul qilish xizmatlari asosiy jihatdan tamomlandi. Vakil nomzodlari ichida yoshlarimizning va xonim-qizlarimizning nisbati ilgirgi qurultaylarga qaraganda alohida yuqori bo'ldi. Chunki Dunya Uyghur Qurultiyi har bir davlatda saylab chiqiladigan vakillarning eng oz 3dan 1 qismining yoshlardan va xonim-qizlarimizdan tarkib tepishi lozimligini shart qilgan edi. Her qaysi ellerde təsis qilingan vakil saylash komitetleri bütün vakil namzatlarının tizimliki ve arxivini 8. ayının 6. günüdün burun Qurultiyi tayyorlik komitetiga topshirib bo'ladi. Vakil namzatlari Qurultiyi tayyorlik komiteti, Qurultiyi taftish hay'ati va Qurultiyi ishki ishlar komitetining oxirgi qitimliq tekshirishidan o'tgandan keyin Qurultiyiga vakil bo'ladigan namzatlarga qo'yiladigan shartlar haqida Dunya Uyghur Qurultiyi tarafidan bekitilgan prinsiplarga mos kelgan namzatlar 8. ayının 22. kuni butun dunyo miqyosida bir tutash holda o'tkaziladigan vakil saylamiga bevosita qatnashish salohiyatiga ega bo'ladi. 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'ronqash apandimning bugun istansimizga bildirishicha, bu navbat saylab chiqilgan rasmiy vakillarning tizimligi 9. ayning 1 kuni e'lon qilinadi. Hozirgi 6. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi vakillarining vakillik salohiyati butun dunyo miqyosida bir tutash holda vakil saylami o'tkaziladigan 8. ayning 22. kuni rasmiy oxirlashadi. Navbatdagi Qurultiyi rahbarlik hay'atining vazifa o'tash muddati bo'lsa 11. ayning 13. kunidan 14. kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining rahbarlik saylamiga qadar davom qiladi. Parat Yo'ronqash apandimning bildirishicha, yana 7. navbatlik Qurultiyining rasmiy saylab chiqilgan vakillari millat vakili tusini olgan alohida salohiyatga ega bo'ladi va ular o'zlari turishliq davlatlarda Dunya Uyghur Qurultiyiga to'liq vakillik qilish salohiyatiga ega bo'ladi. Vakillarning alohidaliklariga qarab ular Qurultiyi qaramog'idagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolikka taqsim qilinadi. 7. navbatli Qurultiyda vakillarga maxsus alohida ishlangan vakillik kimligi tarqatib beriladi. Qurultiyi rahbarlari Qurultiyi vakillari ichidan saylab chiqiladi. 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining rasmiy vakillarining tizimligi e'lon qilingan 9. ayning 1 kunidan e'tiboran rasmiy vakillar o'zlarining Qurultiyining har qaysi organlariga rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydi. Qurultiyi rahbarligiga nomzod bo'g'ishlarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallar Qurultiyi tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyoni tarafidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladi. Ondan başqa yana 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining vakilligiga rasmiy nomzod bo'lish salohiyatiga erishgan, ammo saylamda vakil bo'lib saylanmagan butun nomzodlarga kandidat vakillik salohiyati beriladi. Kandidat vakillar Dunya Uyghur Qurultiyi ijroiya komitetining kengaytirilgan yig'inlariga va Qurultiyi tarafidan chaqiriladigan milliy kengash yig'inlariga bevosita qatnashish salohiyatiga ega bo'lib, Qurultiyi vakillarining ichida vafot bo'lgan, istifa bergan yoki turli sabablar bilan vakillikka qoldirilganlarning o'rniga kandidat vakillar to'liqlab saylanadi. Vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkistonliklarning xalqarodagi eng yuksak vakillik organi hisoblangan Dunya Uyghur Qurultiyi mustabid Xitoy hokimiyati tarafidan milliy bo'lgunchilarning chet eldagi ikki cho'ng lageri deb atalgan Sharq Turkiston milliy Qurultiyi bilan Dunya Uyg'ur yoshlar Qurultiyining qo'shilishi bilan 2004-yili 4-oyda Germaniyaning Myunxen shahrida qurilgan va milliy ustozlarimizdan Erkin Olibtekin apandim tunji navbatlik Qurultiyda vakillarning birdek ovoz bilan Qurultiyining raisligiga saylab chiqilgan edi. Shu yili Qurultiyi Germaniya hukumati tarafidan rasmiy qonuniy ro'yxatga ilingan va Qurultiyining markaziy organi Germaniyaning Myunxen shahriga ta'sis qilingan edi. 2-navbatli Qurultiyi 2006-yili 11-oyda yana Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirildi va Robiya Qodir xonim Qurultiyining raisi bo'lib saylandi. 3-navbatli Qurultiyi 2009-yili 5-oyda Amerikaning poytaxti Washingtonda, 4-navbatli Qurultiyi 2012-yili 5-oyda Yaponiyaning poytaxti Tokioda, 5-navbatli Qurultiyi 2016-yili 7-oyda Fransiyaning poytaxti Parijda o'tkazildi va bu Qurultiylarda Robiya Qodir xonim yana takror Qurultiyining raisi bo'lib saylandi. 6-navbatli Qurultiyi 2017-yili 11-oyda Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirildi va Dolqin Aysa apandimning rais bo'lib saylanishi bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyi yangi bir davrga qadam qo'ydi. Amerika hukumat amaldorlari Amerika savdo uyushmasining yig'inida tijorat sohasini Uyg'ur majburiy amgakidan yiroq turishga yana bir qitim chaqirdi. 30 iyul kuni uyushtirilgan ta'minlash zanjiridagi majburiy amgakka taqobil turish mavzuliq yig'inga Amerika tashqi ishlar ministrligi, Amerika savdo vakillari ishxonasi va davlat bexatarlik ministrligining vakillari qatnashdi. Ular so'zlarida Amerikadagi savdo sohasini ta'minlash zanjirlarining majburiy amgakdan bulg'anmagan bo'lishiga kapolatlik qilishga chaqirdi. Ular so'zlarida nuqtali holda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan majburiy amgak siyosati haqida to'xtaldi.
Amerika Tashqi ishlar ministrligining odam atkazchiligini nazorat qilish va uningga zarba berish ishxonasining muvaqqat mudiri Keri Johnston bo'lsa yig'inda qilgan so'zida Uyg'ur majburiy amgaki ustida to'xtalganda Xitoyda hukumatning o'zi odam atkazchisi dedi. U mundaq dedi: Xitoyda hukumat qo'llashi ostidagi majburiy amgak siyosati mavjud. Xitoy yana 1 milliondan oshiq Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarga qaratilgan keng ko'lamli tutquni harakati davomlashmoqda. Majburiy amgak jinoyati Xinjiangdan Xitoyning nurg'un joylariga kengaydi. Xitoyda hukumatning o'zi odam atkazchisi. Keri Johnston xonim so'zida Xitoy hukumatining tutqunlarga tan jazosi berish, majburiy dori berish va jinsiy zo'ravonlik qatorliq zo'rlash vositalari bilan ishlashga majburlab, kiyim-kechak, oyoq, gilam va quyosh energiyasi xom materiallarini ishlab chiqarayotganligini bildirdi. U yana mundaq dedi: Xitoy yurgizayotgan majburiy amgak faqat jinoyat bo'lib qolmasdan, balki bundaq arzon bahoda majburiy amgak selish asosida ishlab chiqarilgan mollar yer shari ta'minlash zanjirlaridami adolatsiz raqobat paydo qiladi. Bu Amerikalik amgakchilarga va shundaqli majburiy amgak jinoyatiga bilib bilmay o'rtoq bo'lib kelayotgan Amerika xalqi va shirkatlari uchun intayin ziyonliq. Keri xonim Bayden hukumatining majburiy amgakni oyoqlashtirish masalasiga intayin ko'ngil bo'lib ta'kidladi va yaqinda Amerikaning 6 hukumat apparatining birlikda Xinjiang ta'minlash zanjiriga munosabatlik yangilangan savdo ko'rsatmasi e'lon qilganligini, Xitoy hukumatining majburiy amgakni zulm qilishning bir xil vositasi sifatida qo'llanilganligini eskartganligini, majburiy amgak ishlatadigan shirkatlar bilan tijorat qilganda qonuniy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida ogohlantirish berilganligini bildirdi. Yig'inda yana Amerika Davlat bexatarlik ministrligining tijoratga mas'ul muavin yordamchi katibi Erik Choy so'z qildi. U so'zda Davlat bexatarlik ministrligi va shundaqla Amerika chegara va tamojni qo'g'dash idorasining hozir odam atkazchiligi va majburiy amgakka qarshi turish tirishchanliklarini hasilab kuchaytganligini, buning Amerika jiddiy qarayotgan masalalarning biri ekanligini bildirdi. U shundaqla chegara va tamojni qo'g'dash idorasiga o'xshash ma'muriy organlarning chet ellardagi majburiy amgakka xotima berish uchun iqtisodiy besim bilan ta'minlaydigan o'limli qurol ekanligini bildirdi. U yana mundaq dedi: Bu organlarning oxirgi vazifasi Amerika sanoatini, Amerika ishchilarini qo'g'dash va texmo yaxshi va texmo bexatar Amerika iqtisodiy va ta'minlash zanjiri sistemasi barpo qilishdir. Angliya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga yurgizib kelgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb jakarlash bilan to'xtab qolmay, oldingi hafta 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilishni qaror qilgan edi. Dunya Uyghur Qurultiyi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonimning stansimizga bildirishicha, Angliya parlamentining Uyg'urlar masalasiga tutgan pozitsiyasi va olgan qarorlarda muhim rol o'ynab kelayotgan Yahudi jamoati bu qitim Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka qarshi turish harakatiga amaliy yordam qilgan. Angliyadagi Yahudi jamoatining qo'llashiga erishgan Pris fondi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish harakatiga 90 ming fond sterling iona qilgan. Pris fondi 1991-yili qurilgan xayri saxovat fondi bo'lib, ularning asosli kirim manbasi William Pris jamoatining uy mulk shirkatidan keladi ekan. Bu xayr saxovat fondi Yahudilarning diniy va dunyoviy huquqini qo'g'dashga munosabatli tadqiqot o'rinlariga yordam qilib kelayotgan bo'lib, bu qitim Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonimning boshlamchiligida qurilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish guruhiga 90 ming fond sterling yordam qilgan. Rahima xonim bu guruhining borliqqa kelishi haqida so'z qilib, uning Dunya Uyg'ur Qurultiyi London sho'basidagi maslahatchilar guruhining taklifi bilan qurilganligini, bir necha yildan buyon bo'lgancha taraqqiy qilib, ko'plagan unumli xizmatlarni qilganligini bildirdi. Rahima xonimning aytishicha, Pris fondi yordam qilgan bu pul Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish guruhining bu harakatni texmo kasbiy va unumlik ilib berilishi uchun ishlatiladi ekan. Rahima Mahmud xonimning boshlamchiligida qurilgan Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish guruhi bo'lsa partiya, millat va jamoat hal qilgan kishilik huquq tashkiloti bo'lib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatishni tut nishon qiladi. Angliyani asos qilib butun dunyoda faoliyat olib boradi. Uyg'urlarning kishilik huquqini qo'g'dash, Uyg'urlarning navbatdagi qiyin ahvolni o'zgartirish uchun kurash qiladigan shaxs va tashkilotlarni o'z atrofiga to'plab, ular bilan birlikda kurash qilishni maqsad qiladi. Bu tashkilotning maslahatchilar guruhi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun yillardan beri xizmat qilib kelayotgan chet ellik faoliyatchilar va tashkilot rahbarlaridan tarkib topgan bo'lib, Angliyada emas xalqaroda ta'sir ko'rsatish roliga ega. Ikkinchi dunyo urushidan keyin amda aslo takrorlanmaydi degan Nazi kamplarning bugungi kunda yana Sharq Turkistonda takror o'tirg'i chiqishi, Nazilarning eng asosli qurbonlari hisoblangan Yahudi xalqini dahshatga tushirgan va ularga ruhiy jihatdan qattiq azob yetkagan edi. Shunga dunyoning har qaysi ellardagi Yahudi jamoatlari Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlariga va Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikka qarshi harakatlarda boshlamchilik rolini o'ynab kelmoqda. Türkiye'nin her qaysi rayonlarida 28 iyul kunidan buyon davom qilayotgan o'rmon o't ofatlari Türkiye'ni o'zlarining ikkinchi vatani deb bilib kelgan muhojiratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni cheksiz qayg'ulantirdi. Ular Türkiye'dagi o'rmon o't ofatlarining tezroq kontrol ostiga elinib o'chirilishini taqozolik bilan kutmoqda va buning uchun duo qilishmoqda.
Bu munosabat bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyi va Uyg'ur harakati tashkiloti turk matbuotlariga maxsus e'lon berib, Turkiyadagi o't ofatlaridan cheksiz qayg'ulanganligini ifoda qilish bilan birga, o't ofatida hayotidan ayrilgan turk qarindoshlarimizga Allohdan rahmat, yaralangan qarindoshlarimizga shifolik tiladi. Turkiyada 28-iyul boshlangan va 71 nuqtaga kengaygan o'rmon o't ofatlarining ko'pinchisi kontrol ostiga ilingan bo'lsa-mu, ammo yana 14 rayondagi o't ofatlari davom qilmoqda. Turkiya matbuotlarida ko'rsatilishicha, hozirga qadar bu ofatlarda eng az 4 kishi hayotidan ayrilgan. Turkiya bo'lsa o'rmon o't ofati eng ko'p yuz beradigan davlatlarning biri bo'lib, sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, keyingi 5 yilda Turkiyada 16 ming qitimdan ko'proq o'rmon o't ofati yuz berib, 62 ming gektardan ortiq o'rmonlik kuyib kul bo'lgan. Turkiyadagi o'rmonliklarning umumiy ko'lami 22 million 700 ming gektar bo'lib, 5 yildan buyon har yili o'ttir hisob bilan 2388 qitim o'rmon o't ofati chiqib, o'ttir hisob bilan 6665 gektar o'rmonlik kuyib tugagan. O'rmon o't ofatlarining asosli sabablari bo'lsa insonlarning tamaki qoldiqini qalaymaqon tashlashi, podachilarning o't yiqishi, terrorist va qora guruhlarning maqsadli holda o't qo'yishi, insonlarning o'rmonlikda kavob pishirib bazma qilishi va ovchilarning qalaymaqon o'q chiqarishi qatorliqlardan iborat. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasi 2 avgust e'lon qilgan bir dokladida koronavirusning Wuhan tajribaxonasidan tarqalganligini bildirgan. Dokladda aytilishicha, Amerikalik mutaxassislar Xitoy va Amerika hukumatlarining iqtisodiy yordamiga erishib kelgan bu tajribaxonadagi tadqiqotchilarning ilgari koronaviruslarni insonlarga yuqadigan shaklda o'zgartganligi va bu xil kontrollikning yoshirin bo'ladiganligiga oid yetarli dalillar borligini ko'rsatgan. Mazkur doklad 2 avgust kuni Amerika Avom palatasining Cumhuriyetçi a'zosi, Avom palata tashqi ishlar komitetining bosh a'zosi Mike Mikkal tarafidan e'lon qilingan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Mike Mikkal dunyodagi 4 million 400 ming odamning o'lishini keltirib chiqargan bu virusning manbasini mustaqil tekshirishni talab qilgan. Xitoy hukumati bu virusning shakli o'zgartirilganligi va Wuhan tajribaxonasidan tarqalganligi, xalqaroning virus manbasini qayta tekshirishini izchil rad qilib kelgan. Xitoy doiralari bu virusning shakli o'zgartirilganligi va Wuhan tajribaxonasidan tarqalganligi, xalqaroning virus manbasini qayta tekshirishini izchil rad qilib kelgan. Dokladda biz virus manbasining suv mahsulotlari bozordan tarqalganligini butunlay rad qilish vaqti kelganligiga ishonamiz. Shundaqla biz yana nurg'un dalillar virusning Wuhan virus tajribaxonasidan tarqalganligini isbotlayotganligiga ishonamiz deyilgan. Dokladda aytilishicha, koronavirusi 2019 yil 12 sentyabrdan burun ma'lum vaqtda tarqalgan ekan. Amerika prezidenti Joe Biden bu yil 5 oyda Amerika istixborot organlariga virusning manbasini qayta tekshirib, 90 kun ichida o'ziga doklad qilish to'g'risida buyruq bergan edi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi chet ellarda yashayotgan butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni bu yil 9 oyning 10 kunidan 13 kunigacha Londonda chaqiriladigan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 2 qitimliq sotining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun moddiy jihatdan yordam berishga chaqirdi. Muhojirat tariximizdagi eng zo'r, eng ahamiyatli hodisalarning biri hisoblangan Uyg'ur sud kollegiyasida sizningmi bir kishilik hassangiz bo'lsin. Bergan $1 ozlik qilmaydi. Tarix betimizga ismingiz oltin harflar bilan xotirlanadigan bu qimmatli fursatni qochirmang. Yordamingizni tövandagi hisob nomeriga bevosita yo'llasangiz yoki Qurultiyi fondining mudiri Abdujalil Ahmad afandi bilan bevosita aloqalashsangiz bo'ladi. Aloqalashish nomeri 0049 176 28 58 0160. Hürmetli huzur ko'yuvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sunduq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.